hozir menga juda ham zo'r otziv keldi. Bitta klientimizga sababchi bo'lib qo'ygan ekanmiz. Alloh izni bilan bugun farzandli bo'libdilar, qiz farzandli. O'shanga menga yozib yuboribdi. Mehriba, bugun farzandli bo'ldim. Alloh sizni sababchi qilib qo'ygan edi. Makina nezulu olib, sabab qilib, siz sabab men farzand ko'rdim. Bugun qizli bo'ldim deb yozib yuboribdi. O'sha otzivni sizlar bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzumsiz, charchamayapsizmi? Men sizdan yanvar oyida vaginal nezulu oldim. Oxirgi marta shu edi qilgan lichinam. Sizga yengil bor, haftalik qat ekanman. Kattakon rahmat. Ishlaringiz rivojini bersin. Qanchadan qancha oilalarni saqlab qolasiz. Bu ancha-muncha lichinlar olib, hech qanaqa gormonlarimni to'g'rilamadim. Vaginal nezulu olib sizdan mana o'sha homilador bo'ldim. Kattakon rahmat. Bu ayol bizga kelgan edi-da. Bizga kelganda gormonlar noto'g'ri ishlagan, gormonlar o'sha teskari ishlab bo'lgandan keyin doktorlar aytadi-yu, sanda hali bo'lmaydi, u bu deyshadi, farzandlikka hali tayyor emassan deydi, gormon beradi, boshqa qiladi. Bu ayolimiz bizga menga kelishdan oldin aytgan edilar, agar adashmasam istig'for qilib keldim, sizga bir kun oldin istig'for qildim. Mehriba, rosti sizga ixlos qildim dedilar. Chunki bular o'zi bizga kelib yurardilar. Farzandlari yo'q edi, farzand bo'lmayapti deb biladi. O'shanda kelganlarida men bularga aytdim, Allohga hammasi oson. Alloh bitta narsani, kichkina narsani ham sababchi qilib qo'yadi. Hali o'zi bilmay qolasiz degan edim. Buni hozir yozdilar, o'zinglar ham mana o'ziflarini eshitdinglar. Bugun farzandli bo'libdilar, qiz farzandli bo'libdilar. Menga tashadilar. Mehriba, qiz farzandli bo'ldim, bugun sizga rosa duo qildim dedilar. Shuni xursand bo'lib ketdim. Alloh bizani sababchi qilib qo'yganiga shukr. Alloh yuzimizni yorug' qo'yganiga shukr.